Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir hadis var. La taqumus sa'a hatta yataqarabaz zaman. Imom Muslim rivoyati. Qiyomat qoyim bo'lmaydi vaqt tezlashmaguncha. Ya'ni zamon tezlashmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Bir yil bir oydek, bir oy bir haftadek, bir hafta bir kundek, bir kun bir soatdek o'tadi deb Rasululloh marhamat qilyaptilar. Sizga ham xuddi shunday tuyulyaptimi? Bugun jumaga keldingiz, o'zi kecha jumani o'qimovdikmi? Kechagina juma o'qidik. Go'yoki shiddat bilan vaqt o'tib ketayotgandek tuyulyapti. To'g'rimi? Go'yoki vaqtda unum yo'q, baraka yo'q deb tuyulyapti. Aslida vaqt o'zgargani yo'q, azizlar. Vaqtni bebaraka qiladigan, barakali qiladigan bandaning o'zi bu. 24 soat 1440